15 may Xalqaro oila kuni munosabati bilan tumanimizda ma'naviy muhiti, ahilligi, farzandlar tarbiyasidagi yuksak mas'uliyati, mehnatsevarligi hamda jamiyat hayotidagi faol ishtiroki bilan boshqalarga ibrat bo'lib kelayotgan bir guruh oilalar ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Tantanali tadbirda tuman hokimligi, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar, mahalla faollari, xotin-qizlar hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Tadbir avvalida yurtimizda oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarni milliy qadriyatlar va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar xususida alohida to'xtalib o'tildi. Mana bugun O'zbekiston Respublikasida 15-may oila kuni keng nishonlanmoqda va ana shunday nishonlangan bayramlardan biri Guliston tumanida ham amalga oshirildi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan bu bayram juda ham chiroyli tadbir sifatida tashkillashtirilgan. Va mana shunday bayram arafasida bizni oilamiz ham ibratli oila ko'rik tanlovida ishtirok etdik va g'olib sifatida taqdirlandik va buning uchun albatta vatanimizda berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holatida farzandlarimizni yutug'i, ota-onamizga ming rahmat aytib qolamiz. Oila jamiyatning mustahkam poydevori, inson kamoloti va tarbiyasining asosiy maskani ekani ta'kidlandi. Tadbir davomida ibratli oila ko'krak nishoniga munosib deb topilgan oilalarga tantanali ravishda ko'krak nishoni, diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.